23 fevral Cuma günü Almatı şəhərlik Mərkəzi Meçiddə ötküzülgən Cuma namazıda ictihatlıq töhbütar alim Muhammed Salih Damollamğa cemaat bilan alohida duo qilindi. Cuma namazıga 10 mingga yaqin odam qatnashadigan mazkur meçiddə Qur'on o'qilgandan keyin Muhammed Salih Damollamğa Qozog'iston Cumhuriyatining sobiq muftisi Yerjan Hoji Malg'aji o'g'li duo qildi. يا رحمن الكريم وصلى الله على صلاه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم شريع الآيات والنص والإكرامس قرآن الله محمد صالح دامن وشريع يا رحمن وصل Deşikli bölgesinin kandıklar kadekli olsa bir işliyor. Gözümün dolatma ahiretini faydalarımız muhabbet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in cenneti kerdosunu olması ediyor. Yerjan Hoji duosida Qur'on tilovatining savobini bizning buyuk olimimiz Qur'on Karimni tarjima qilgan Muhammad Salih Damollamga beg'ishladik. Ey mehribon Alloh, u kishining bu dunyoda o'tkazgan xatoliklari bo'lsa, mag'firat qilgin. U zotni o'zining suyimlik payg'ambaring Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lishni nasib aylagin. Maqomini eng oliy darajalik Jannatul Firdavs qilgin deb duo qildi. Buningdan ilgirimi Damollamga atab ko'plagan mahallalarda va mechitlarda duo nazirlari qilingan edi. Uyg'urlar jid joylashgan jut va mahallalarda mush kunlarga qadar xatm Qur'on va duo qilish faoliyatlari uyushtirilib kelmoqda. Allah Taala dua tilaklarimizni qabul qilib, paydo bo'lgan bu bo'shliqni o'z hikmati bilan to'ldirib bergay. Amin.